Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari, qadrdon obunachilar, tomoshabinlar. Mana bugun biz Yangiyo'l shahrida kelayotgan blok seximizga kelganmiz. Mana bir tanish blok sexida. Mana bugun hozir sizlarga noldan ko'rsatamiz. Mana bu tayyor rasvor. Xo'sh, mana mishirkamiz ichi yarim qum bo'lgan. Mana bu mayda toshdan 12 sakkoy, ha? Bundan 12 sakkoy, narigi katta toshimizdan 2 satilmi? Bundan 2 satil. Demak, 12 sakkoy mayda toshdan va 2 chelak katta toshdan qo'shiladi va 55 kg sementga 45 dona g'isht chiqarilyapti. Hozir g'ishtimizni ham sizlarga video ko'rsatamiz. Sizlarga birinchi o'rinda buni retseptini ko'rsatamiz. Ko'rdingizlar. Xo'sh, bunga qo'shayotgan tarkibiga qo'shayotgan suvimiz latok suv, ya'ni artezan suv emas, sho'r suv emas, latok suv. Shulardan qo'shilib mana rasvor tayyorlanadi. Sizlarga ko'rgan ishlarni ham ko'rsatamiz. Sizlarga birinchi o'rinda mana shu retseptni ko'rsatishimiz kerak. Ishonchli bo'lishi uchun. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yangiyo'l shahrida joylashgan blok seximiz. Ekranning yuqori qismiga telefon nomeridan qo'yib qo'yamiz. Bemalol bog'lanib, narx-navolarni kelishib olishingiz mumkin. Bizlarda tanish bor. Ularga nomerni qoldiramiz. Ularning nomeri bog'lanib, bemalol g'ishtlarimizni xarid qilishingiz mumkin. 50 kg sement, ya'ni 5 kg qo'shiladi. 55 kg sementga 45 dona g'isht chiqariladi, quyilyapti mana. Mana 5 kg qo'shiladi, keyin 50 kg bir xalta qo'shiladi. 55 kg sementga 45 dona g'isht qo'yilyapti. Xo'sh, narxlari kelishilgan holda hamyonbop, g'ishtimiz sifatli. Ko'rib turibsizlar, rasvorimiz mana hozir mana 50 kg sement. Mana jami 55 kg sement bo'ldi. Mana shundan 45 dona g'isht qo'yilyapti, chiqarilyapti. Ana endi sizlarga demak jami 55 kg sement bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rgan g'ishtlarni ko'rsatamiz, qo'yilgan g'ishtlarda. 5 tadan chiqyapti. Shunda demak bir dona g'ishtga taxminan 1 kg 400, 1 kg 500 dan 1 kg 300 kamida shunchadan tushyapti. Har bir dona g'ishtga sementimiz. Mana aziz YouTube tomoshabinlari, mana bu g'ishtlarimiz tayyor g'ishtlar, qurigan g'ishtlarimiz. Sotuvga tayyor. Mana bu tomondagi g'ishtlarimiz esa mana qo'yamiz. Mana bular necha kunga qo'yilgan g'ishtlarimiz. Mana apparatimiz qo'yilish jarayoni. Mana 5 talik apparat. 16, 36, 36, 35 razmeri. Mana hozir qo'ygan g'ishtlar mana yaxshi preslangan. Buni yana bir yaxshi afzallik tomoni mana g'ishtlarimiz qo'yilgan, tayyor, mana sifatli, yaxshigina. Xo'sh, videolarimizni ko'rgan bo'lsalaringiz, videolarimiz davomli bo'lishi uchun like bosib, kommentariyaga videomiz haqida fikrlaringizni bildirsalaringiz, albatta xursand bo'lardik. Narxlarini yuqorida ekran yuqori qismida joylashgan telefon nomeriga bog'lanib bilib olishingiz mumkin. Narxlarini, aniq manzillarini.